hicron o'tdi jismime suzona hayat gülçe hicron o'tdi bag'rima suzona hayat gülçe Urtab yüreğim bağrıma Dağda giryana tanyat gülçe Urtab yüreğim bağrıma Dağda giryana tanyat gülçe Men vamukum sen uzra Vaslinga yeta olmasman da Har kecha qarar gohima Dağda giryana tanyat gülçe Her gece karar gohima Dağda giryana tanyat gülçe Akşamda cemali Şamile münevver kıl Akşamda cemali Şamile münevver kıl Şamile yonay aldayay Vesselamu ala Resulillah اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا حجة يا رب العالمين Rabbigara fayzli tonglarda yaxshi niyat umidlar bilan o'zing kalomingni tilovat qildik. Kalomingni tilovatidan hosil bo'lgan savoblardan bu xonadondan duo umidida yotgan barcha marhumalarning ruhoniyatlariga baxshida qildik. O'tganlarni g'arib rahmat shohsi jannat oxiratlarini obod iymonlarni hamroh qilib Qur'on nurlaridan qabrlarni keng va munavvar aylagan. Valima to'ylari bo'layotgan yoshlarni qo'shganlar bilan qo'sha qarab baxtli, saodatli hayot kechirib bormoqliklarini o'zing nasib qilgin. Yoshlarda bir-birlariga bo'lgan muhabbatlarni o'zing ziyoda qilgin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arrahman.
neyleyki ilacım yok. Her gecedeylerden sarıldı hazin dağda pargana ayrılgan yalnız sog'ingan qadrdonlikni do'st bilgan jahonda yor kamdan kam. Qadrdonlikni do'st bilgan jahonda yor kamdan kam. Samimiy suhbat istar oshnolar bor kamdan kam. Samimiy suhbat istar oshnolar bor kamdan kam. Hamma men senga do'stman deb va'da bergan davlating bo'lsa, hamma men senga do'stman deb va'da bergan amaling bo'lsa, qo'lingdan ketsa davlat senga chin dildor kamdan kam. Qo'lingdan ketsa davlat senga chin dildor kamdan kam. Haqiqiy oshnalarni roqida ado durman.
aşinaları Kıraqida dağdurmanı Hakiki kişiler Yok emaslar var Kamdan kam Hakiki kişiler Yok emaslar var Kamdan kam Qadrdonlikni do'st bilgan Jahonda yor kamdan kam Gelin ama. Yani kitlesen mi? Arab videoni yaxshi olib tog'a salom qolmoqda.
Bahadır abi. Ver. Haydi. Gelin. Bir de şehri kan. Yorga tanız. Mana qo'shiq. Yana kerak qo'shiq qo'y. Hadi. Gel. Hoca dur. Sağlık Bunda aylanıp tingdesiz. Şart kayıttım değil mi? Vurup koptu. Koy bu. Kayan mağlup sayıdaki şu yap, başlasan şu yapar. İlahimiz. Amin. Amin. Gelecekte salih huzurunda dünya taala. Amin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Allahümme salli ve sellim. Ya hoş geldin. Ya hadi yaş gel kolda. Şey değil mi? Tamam bu. Oyuncu kim bu? Oyuncu. Bölge var. Ha elbette. Oyuncu ne zor olur bu? Şöyle hakide. Bana. Esi sama darba etkide. Yesim geçen. Başlattı.
Sen bersin kerak. Ben Toshkentdan kelsam, men senga pul beraman. Toshkentdan kelsin, yerishing kerak. Mana. Allohu akbar. Bahadır. Axir qo'yasan. Shularni ol, meni olma. Ana shu yoqda olaver. Olavering, esdalik bo'ladi. Bahodir aka, olavering. Yashang, rahmat, ko'p yashang. Joningiz sog' Rahmat uka, ko'p yasha. Umringiz uzoq bo'lsin. Kelinimiz baxtli bo'lsin, ilamiz baxtli bo'lsin. Joni sog' bo'lsin. Ayting, oqchi. Davom etaver. Allohning sog'lik, xotirjamlik, tinchlik, salomatlik bo'lsin. O'tirgan o'rnimiz buzilmasin. Ilohim. Qatorimizdan xato bo'lmaylik, ko'payaylik, kamaymaylik. Ilohim boshimiz to'ydan chiqmasin. Hammamizni Allohim o'z panohida asrasin. Mana shu to'ylarimizni chiroyli qilib o'tkazib olaylik. Ukam bilan kelinim shularni bolalarini rohatini ko'rib yursin. Muzaffarni baxtini bersin. Ilohim kelin bilan qo'shar qarib o'zlaridan ko'payib kelayotgan kelinimiz izli qutli bo'lsin. Shu uylarga baraka olib kelsin. Ilohim topgan tutganlaringga, tani jonlaringga sog'lik bersin, baraka bersin. Haqiqatdagi qizlarimiz ham umri uzoq bo'lsin, tani jonlari sog' bo'lsin. Solih, soliha, ilmli, bilimli, aqlli, farosatli bolalar bo'lib o'ssin. Lekin niyat bo'lsa, Alloh hammamizga niyatimizga rivoj bersin. Xotirjamligimizni bersin. Bir-birimizdan mehr oqibatimizni ayirmasin. Doim yaxshi kunlarni ko'rib yurishlik nasibi ro'za aylasin. Ota-onamda arvohlari shod bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin, iymonlarini o'zlariga hamroh qilsin. Hammamizga xushi-xursand, bardavom bo'lib yurishimizni Alloh nasibi ro'za aylasin. Allohu akbar. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Men deganam nasib. Yashang Bahodir aka. Qishigan. Kuldirmay turdi. Yashang uka. To'ylar bo'lsin, to'ylar xizmatdan charchamang, xizmatdan. Joningiz sog' bo'lsin. Bolalarning rohatini ko'rib, martabalaring ulug' bo'lsin, tan jonlaring sog' bo'lsin. Orqaga o'tamiz, desam aylanib bo'lib. Endi orqa Gezmek 5. gün sonrası. 25. Hatta yaptım. Katta yürüyor. Başka saatini ait. Tokat başla. Gelin aka. Şey kasalarını hemen alayım. Men ona o'tirolmayman deb olib ket. Stol aka, stol. Qani? Shoshilib qolibdan Sababchi qo'shganlardan o'sha farzand sevdavlat farzandlari tufayli quda bo'layotgan ikki tarafni ham doimo borishga kelishga qilib oqibatlarni o'zingiz yordam Allohumma solli va sallim. Shu yaxshi, ta'lim yaxshi. Siz yaxshi. Qosim aka. Yaxshi. to'ylar bo'lsin. Erkin qanday erkin keldi? Ko'zingizni oldi-yu. Chiroq g'alib degan ekan. Yaxshi kelding bu yerga. Aylam yaxshimi? Yaxshi o'tiringlar. Bo'pman. Rahmat. Xo'p.
aka yaxshimisiz? Sariq yaxshimisiz? Hammalaringizga to'ylar qutlu bo'lsin, kuyov qutlu bo'lsin. Qandira yaxshimisiz? O'g'illar, akalar hamma ikki tomonlama aytaveramiz. Baxtli bersin, ishkepsizlar. Ishkepsizlar, olinglar, yeb ichib o'tiringizlar. Shu o'tiribsizlarmi? Hammasi yaxshi. Choydan aytinglar, o'tiringlar, hangama. Choyi bo'ldi deyapti. Choyi bo'lmadi deyapti. Kim bu? O Rossiyada bo'ladi qo'y. Ani bobo. Ha, hangama? Yo'q, mayli. Akasi ham bor, hangama qilamiz. Bo'laveradi. Ha, mayli, mana akalar turibdi. O'zi keldi. Sen bobosisan-ku. O bobo pushkaga olyapti-da, bu turibdi. Bu qarday olib kelgan pushkaga. Ha, shu. To'y tomosha bo'lsin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Mana shu ehsonlar dargohida qabul bo'laversin. Har kungi mana shunday kunlarga yetkizsin. Ko'ngillarimizda qancha yaxshi niyatlar bo'lsa, niyatlardan afzallik bersin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azoban nar birahmatika ya Şuna qancha mana Kuş kelibsin jon qizim Gedar qizim Aslini qaytdim. Kuş kelibsin jon qizim Yelkasi indamay Aytaman joyini. Mana senga dedim. Aytgan qo'ban qo'llab qo'ydi. Bahodir yaxshilab keladi-da. 1000 topab keladi, 2000 topab keladi. Charchamaydi. Qarada shu Dilamay acizdir hayal Dilaram görmesem dilde haram yok Hançeler dilamay acizdir hangi atacağım? Hiç gitmez. Hayırlangan mısın yok mu? Odam şarmanda kılmayın. Hastaneye taşıysan da seni bırak. Ben bunu yapacağım ama oynayacağım. Gelin. Bahadır. Bahadır. Ha şurada. Karan ye. Ye.
yangamizga qo'shib qolsin. Baxtli, saodatli bo'lib, farzand va nevaracha o'zlari bosh bo'lib, rohatlan, huzurlan ko'rishni o'zing nasib aylagin. Kasb va korlarga, ishlariga umurjon rizq ro'zilar o'zing barakalar berib, hamma aka-uka og'ayni farzandlari, o'g'il qiz qalblarda ishlarida nimaiki yaxshi niyat bo'lsa, afzalga o'zing erishtirgin. Hosil bo'lgan savoblar mashxonadan egalardan o'tgan ota-avlod, ona-avlod barcha yor birodarlarni, alal xusus Rustam akamizda o'tgan ota-onalarni ham Alloh taolo savoblardan bahramand aylab, oxiratlarida joylarini jannatga qilgin. Va sallallohu ala Muhammadi va ala alihi va ashabi ajma'in bi rahmatika ya Xo'sh, rahmat, mahsul bo'lsin. To'rga o'tir. O'tir. Yoshlar baxtli o'yini bo'lsa qo'sha qolsin. Qanday ekan? Assalomu alaykum. Sachama yaxshi. Bolalar yaxshimi? Kattasini ham yo'q. Yondi yaxshi. Ol, mana Shatma, ol. Haqiqatan Yaponiya davlati o'ta madaniyatli. Rivojlanganlar. Bizga Chiri rivojlangan. Ular borku, mana tozalikka juda katta e'tibor beradi-da. Bizda bu yerda misol yeb ichib ketgandan keyin deb ketaverasan. Ularda unaqa emas. Ularda boshi boshqacha. 100 yil oldinda-da, menimcha. Ha? To'g'rimi? Ha, 3025 da yo'qlar. Ha.
Bu adliye. Oltin so'rasa berasan. To'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Avvalo yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin, tinchlik, osoyishtalik bo'lsin. Parvardigor egam. Adashib qolaman-da endi. Sog'lik, salomatlik bo'lsin, hamisha o'yin kulki, xursandchilik bo'lsin. To'yxona, murodxona bo'lsin, tani jonlari sog' bo'lsin. Alloh topganlariga baraka bersin. O'tganlarimiz qo'llab, qo'ltiqlasin. Xudoyim beraversin, mana eshiklardan o'ralib kelaversin. Allah topganlariga baraka berib, qo'shgani bilan qo'sha qarsin. Xudochiligimiz 1000 yillik bo'lsin. Uzoqdan suyuntirsin ilohim. Nevaralarimga yana shu kunlarga Hasan Husanidan bersin. Ko'pga bersin, ko'pni qatorida bersin. Haydagani qo'y bo'lsin bolajonlarim deb. Chaynagani moy bo'lsin. Qilganlari to'y bo'lsin. G'am g'ussasi yo'q bo'lsin. Parvardigor egam xatorimizdan xato qilmasin. Endigi shu vaqtda Hasan Husanni yo'qlab kelaylik. Yuringlar deb qarindosh urug' barchalaring kelinglar. Nasib qilsin ilohim. Qo'lan chiqib turganlarda xonadonida ham hamisha to'y bo'lsin, yaxshilik kunlar bo'lsin. Uzoqda safarda yurganlarimiz ham tani joni sog' bo'lsin. Alloh topganlariga baraka bersin. Topganlarini yaxshilik kunlarga, to'ylarga nasib qilsin. Parvardigor egam hamisha o'yin kulki, xursandchilikda yursin. Kepsizlar. Charchamay qanday kep qoldilaringizmi? Charchamasdan yaxshi rahmatdan kep qoldilaringizmi? Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Charchamay kep qoldilaringizmi? Yaxshimisiz? Charchamay kep qoldilaringizmi? Rahmat. Qanday yaxshimisiz? Charchamadingizmi to'yda? Sog'ligingiz yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? Yangi yil qoldi joysiz o'tiribsizmi? Sen qanday yaxshimisiz? Charchamadingiz, shu charchamadingizmi? Oyizlar, bizlar to'yib tugar. Shunda choynakni berib yuboring. Qara Usmonjon dollar. Shu buchakka berib yuboring. Ana bolani qo'yib İşte egizak var. Kepsizlar, hammalari kepsizlar. Yaxshi kiyoldilaringizlar, charchamasdan. Hammalaringiz yaxshimisizlar? Rahmat, vaqtini bersin ilohim. Sizlarimiz katta bo'lsin, o'qishli bo'lsin. Xush kelibsizlar, qani oyingizlar, yebichi bo'lsinizlar. O'qinglar bolam. Rahmat. Assalomu
Robiya xon, mana videolarga qarang, Robiya xon. Aytvoring, nevarangizga yaxshi tilaklar, uni muhrlanadi tarixda. Maylimi? Qani? Shu nevaralarimiz katta bo'lsin, sog' bo'lsin. Ota-onasiga xizmat qiladigan yaxshi insonlar bo'lsin. Insonlar bo'lsin. Boshqa nima deymiz, shular katta bo'lib, shularni huzurini ko'ring. Rahmatga berishing. Domla biladi, men qayerda ishlaganimni. Shular omon bo'lsin, men nevaralarim omon bo'lsin. Men nevaram umri bilan bersin. Mana shu borishi kirishi bo'linglar. Hamisha men ukam nima deyapti, butun niyatlarga erishsin. Nevaralarga, bolalarga bosh bo'lsin. Xursand bo'lsin. Yaxshi ularni o'ynab kuldirsin. Shunday bo'lsin. Hamisha xursandchilik bo'lsin. Bu ukamni ko'ngillarida qancha yaxshi niyatlar bo'lsa, amalga oshirsin. Nevara, chevaralarni mana kelin bilan huzur halovatini ko'rsin. Ama shu nevaramiz Temurga ham yaxshi o'g'illar bersin. Farzandlarning orzu havasini ko'rsin. Mana yoshlarimiz qo'shgan bilan qo'shaqari baxtli, saodatli bo'lsin. Mana shu amakilarida, tog'alari, bobolarida hamma havas qiladigan bir chiroyli oilalar bo'lsin shular. Sog' bo'linglar, rahmat sizlarga. Ayting domla. Hamisha ochiq bo'lsin. Ukamiz ham baxtli bo'lsin, qo'shamni qo'sha qarisin. Shunday bo'lsin. Jiyanimiz katta qizlarning bu ota-onasi xizmatini qilib, yaxshi o'qishlarga kirib, O'zbekistonga xizmat qiladigan kadrlardan bo'lsin. Sog' salomatlik. Taqsir, davomini ayting endi. Kam bo'lib qoldi. Endi qancha sizga tilak bildirsa kam Rustam. Bu tilak, istaklar nihoyatda ko'p, cheksiz. Vaqtimiz ham yetmaydi endi. Eng asoslarni aytamiz, Rustam akam bilan yangam qo'sha qarisin. Sizlar bor, mana o'tirishimiz Xudo abadiy bo'lsin. Yangam bilan qo'sha qarib, farzand va nevarachi o'zlaringiz bosh rohatini huzurini ko'raveringizlar. Kelasi yillarga mana shu xuddi jiyanchamiz o'xshab nevarali bo'lib, yana Temur ham jiyanchal nevara bo'lsin, Xudo xolasa haqiqat to'ylar qilgan. Hammasini o'zlaringiz bosh-qosh rohatlan, huzurlan ko'raveringizlar. Umrlaringizni Alloh baraka bersin. Mana shunday bir-birimizga bo'lgan mehr oqibatimiz, mehr muhabbatimiz bundan ham ziyoda bo'lsin, ko'z tegmasin. Rahmat. Xudochilikka mingchilik bo'lsin. Mana shu pocham bilan Erali aka bilan Xudo xolasa mingchilik bo'lsin. Shunday bo'lsin. Rahmat. Sizlarning yonlaringizda yurishlik biz uchun sharaf. Sizlar yonlaringizda yuring. Rahmat. Shu Xudo bahana bilan to'y bahana oqibat uzilmasin. Alloh ishqib o'zingiz bilasiz, Xudo biladi, nimaiki niyatlaringiz bo'lsa, afzaliga erishtiraversin. Shunday bo'lsin. Egam akam ham baxtimizga omon bo'lsin, akamizdan baxti omon bo'lsin. Hammani uyda mana shu o'sha to'ylar bo'lsin. Shunday bo'lsin. To'ylarda o'tirib, bu to'y ham Xudoda bo'lish ham katta baxt, katta ne'mat. Qur'onda ham yozilgan ekan bu, Xudoda bo'lishlik. Bu katta baxt ham har kimga berilmaydi ekan bu narsa. Shuning uchun shu ne'matni, shu baxtga erishdingiz, avvalambor Allohga berdi hamd sanolar bo'lsin. Sizga o'xshagan insonlar ko'payaversin. Sizni martabangiz bizga ham nasib qilsin, bizda uylarda ham to'y bular bo'lsin. Hammaning uyida to'y bo'lsin. Azizbekda Xudoning uyida to'ylar bo'lsin. Abdullah, Hayotbek, jiyanchalarimizga kattaliklardan bo'lsin. Shunday bo'lsin. Gulg'oya jiyanimiz bilan qo'sha qarisin. Xudo xolasa hadeb mana Hayotbek bilan bilan uylaydi-da. Mana shu uylash nikoh to'ylarda mana shunday o'tirishimizni Alloh nasib qilsin. Rahmat. Qani Megalata sizdan ham aytvaring bir narsa. Tarixga muhrlanadi. To'g'ri. Ustam aka niyat qilganda endi. Gapirsin deb niyat qilgan. Nevaralarimiz katta bo'lsin. To'ylar katta bo'lsin. Sizga ham sog'lik, salomatlik tilaymiz. Sog' bo'ling. Doim shularga bosh bo'lib yuring. Rahmat. Yoshlar baxtli bo'lsin, kelayotgan yoshlar. Azizbek tarafini eshitdik endi. Yo, mayli, yaponcha bo'lsa ham mayli.
Tushunmasak ham mayli. Mayli. Qo'shib yuboring. Yaponcha qo'shib yuboring. Aka to'ylar qutlug' bo'lsin. Rahmat. Kichkinachamiz, kichkina jiyanimiz katta qiz bo'lsin, mo'mina qizlardan bo'lsin. Shu nevaralarni ortidan hoji bobo, hoji dada bo'lib yurishlik nasib qilsin. Aytgan hammamizga qutlug' bo'lsin. Shukrlarga yetsin. Xudo xolasa bizni ham to'yimizda kelasi mana kelin kuyovni keyingi to'ylarda ham mana shunday qatorimizdan xato ketmay o'tirish nasib qilsin. Sizlarda hamma mana shu yerda yig'ilganlarda xonadonda to'yda mana shunday yig'ilib o'tiraylik. Rahmat, rahmat. Muborak. Endi Temirbek ham kuyovimizning uka qatari. Shu jiyanimiz bilan qo'sha qarisin. Shularning umrlari silari baraka berib, bu yerda 3 ta qiz mana Xudo xolasa jannati. Hadislarda ham kelgan. Bu 3 ta qizni voyaga yetkazib uzatadigan bo'lsa, u jannat degan payg'ambar alayhisolatu vasallam. Shunda bir sahoba aytgan, ikkitachi bo'lsa, ikkita ham bo'lsa degan. Bittachi deganda bitta bo'lsa ham degan. Bu qizni onamiz katta fazilati. Shuning uchun Allohning berganiga shukr. Allohning bergan eng katta ne'matni farzand ne'matlantiribdi. Alloh da bundan keyin ham kam qilmasin. Shular qo'sha qarasin. Rahmat. Tog'a, ayting siz ham. Jiyanlar katta bo'lsin. Kelin kuyovlarga baxtli sabr omon bo'lsin. Rahmat. To'ylar qutlug' bo'lsin. Rahmat. Hurmat. Rahmat. Rahmat keldi. Davom eting. Avvalambor hammamiz shunday to'ylarga yetishsin. To'ylarga yetishsin. Keksalikda. Mana Temirbek kuyovimiz bilan Gulnora jiyanimiz baxtli saodatli bo'lsin. Rahmat. O'zimiz jiyanchamiz ham sizlar katta bo'lib, sizlarning xizmatlaringizni qilib, ota deb, buva deb, hammasi katta qizlar bo'lib, yaxshi qizlar bo'lib, ota-onasiga xizmat qiladigan musulmon qizlar bo'lsin. Rahmat. Yaxshi kuyovlarga ato etsin. Baxtli saodatli bo'lsin. Kelayotgan kelin kuyovlarni ham, kelinlarni ham qadrlab qutlug' bo'lsin. Hammamiz uchun to'ylarga yetsin. Rahmat, masalan. Oyingizlar yeb ichib o'tiringizlar. Ko'psizlar. Yaxshi bo'ldi-da, lekin komil. Rustam aka, haqiqat to'ylar bo'lyapti mana. Eshitaman. Xudo xolasa inshaalloh shuni niyat qilaylik. Shu qizlarni, nevaralaringizni, jiyanchalarni nikoh to'yda o'tish Alloh nasib qilsin. Rustam aka bu yerda qancha odamlar bo'lsa ko'paysa ko'payib, shular hamma ziyodasi bilan nikoh to'y, uzoq to'ylarda ham Alloh hammamizga nasib qilsin. Uchala nevaralarimiz to'yda ham yangam bilan o'zingiz bosh bo'lsin. Xudolar bilan birgalikda Alloh taolo hammamiz bilan shu aka-ukalarimizning tilak istaklarini Amin. qo'limizdan kelgancha niyatlar qildik. Alloh taolo shu qilgan niyatlarimiz afzalini ato qilsin. Amin. Ichimizda qolib ketgan aytalman hijolat bo'lgan niyatlarimizni Alloh taolo hammasiga o'ziga erishtirsin. Alloh taolo shu aytgan hamma niyatlardan ham afzalga ato aylab, Alloh taolo o'zi qabul aylab, niyat maqsadlarimizni afzal ato qilib, hammamiz aytganimizni o'ngdan kelaversin. Va sallallohu alayhi Muhammadi va ala alihi va rahmatiga. Endi sizga ruxsat, u yoqda olavering endi. Rustam akangga borib ketyapsiz. Hozir ham yaxshi ko'ylakdagini tuzaman. O'z oldim. Qayta. Aralashib o'tiringlar. Hozir chiqdimi yo'q? Kim bola? Kepsizlar. Yoppasiga yaxshi kellaringizmi? Olmangizlar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Kepsizlar. Yaxshi niyat bo'lsa, tilakni aytaveringizlar. Mana tarixga muhrlanyapti. Xudo xolasa. Xudo xolasa undan qo'yaring bitta. Ha, men aytaymi? Amin. Allohim bergan dardini o'zini qaytarib olsin. Doim bizlarni omonlikda saqlasin. Dasturxonimiz shunday to'kin sochin bo'lsin. Doim mana shunday xudo andachilik, ming yilchilik bo'lsin. Allohim nabiralarimizni ham Allohim o'z panohida asrasin. Kakat xola yaxshimisiz? Yoppasiga yaxshi devorlaringiz? Yaxshi, rahmat. Yanada kelib to'ylarga yaxshi. Rahmat. Bemalol o'tiravering. Yangi yaxshimisiz? Kevoldingizmi? Yaxshi, rahmat. Yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi.
Yaxshi o'tiringlar. Qara Temirbek. Rahmat. Hammalari xush kelibsizlar, rahmat. Choy keldimi? Mehmonlar. Amin. Tinchlik, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Dasturxonimiz to'kin sochim bo'lsin. Yoshlarimiz ulg'aysin, o'ssin. O'z ota-onasi bilan birga bo'lsin. Doim bizlarni omonlikda saqlasin. Allohu akbar. Rahmat. Gulxaya, sog'lik yaxshimi? Ha, yaxshi bo'lsin, yaxshi. Ozodaxon yaxshimisiz? Yaxshi. Kim? Buyoqdan kelinlar baxtli bo'lsin, juvali bo'lsin. Yangi yillarga xursandchilik bilan nevara to'ylariga boradi. Yaxshi Temir qamalab turing tez-tez. Shu yerda.